27 oktyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 27 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, AQSh dollari 11,98 so'mga arzonlab, 12,117,35 so'mni tashkil etdi. Yevro 7,93 so'mga qimmatlashib, 14,069,46 so'm bo'ldi. Funt sterling 48,71 so'mga arzonlab, 16,142,73 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubli 0,32 so'mga qimmatlashib, 149,49 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 1,63 so'mga arzonlab, 1701,23 so'm bo'ldi. Yapon iyenasi 0,29 so'mga arzonlab, 79,21 so'mga tushdi. Qozoq tengesi 0,03 so'mga arzonlab, 22,52 so'mni tashkil etdi.